Hammaga salom. Hozir sizlar bilan Ablon Gaming. Hozir biz sizlar bilan PS2013 telefonga o'rnatishni o'rganamiz. Uning uchun bizga Chrome yoki Google kerak bo'ladi. Menda Chrome bor, shuni Chrome'ga kiramiz. PS2013 PSP ISO deb yozamiz. Keyin PS2013 romsphone.com dan nimaga kiramiz? Download ROM mana shuni bosamiz. Metta Yevropa shunaqalar bor. Yevropani tortamiz. Yevropa yaxshi. Ozgina kutamiz 7 soniya. Va downloadni bosib tafsilotlarga kiramiz. Bu 10 daqiqaga tortib oladi. Bu videoni to'xtatib qo'yamiz. Keyin biz Zarchiver va mana bu PPSSPP ni tortamiz. Bizga ayniqsa Zarchiver bilan PPSSPP kerak. Xo'sh. Endi buni ko'ramiz. 5 soniya qoldi. Va tortildi. Endi biz Zarchiverga kiramiz. Zarchiverdan download degan faylchamiz bor. Downloadga kiramiz. Mana PS2013 Pro Evolution Soccer. Xo'sh, buni ustiga bosamiz. Bu yerga chiqarmoq degan yozuv bor. O'shani bosamiz va ekranni o'chirmay turing. Ekran o'chib qolmasligi uchun kerak bo'ladi. Ozgina vaqt talab qiladi. Tayyor bu PS2013 zip faylni o'chirib yuborsak ham bo'laveradi. Xo'sh, endi biz PPSSPP ga kiramiz. Bu yerda games degan yozuvga kirib, mana bu yerda turadi mana. Biz bu yerdan download faylga kirib, PS2013 ni tashlaymiz. Keyin mana qarabsizki o'yinimiz tayyor. Mana start yozuvini bosib kiramiz. Nasrugamiz setting controls metta edit touch layout. Mashdan nasrugalarni qilasizlar. Da hammalaringga xayr. Videomiz albatta sizga qiziq bo'lsa, like, obunani bosib qo'yinglar.